Akalar, assalomu alaykum. Obunachimizdan kelgan kommentariyada aka changanni darvozaligini ko'rsating degan akamiz uchun, aka siz uchun maxsus obzorni qilyapman. Ko'rib turganingizdek changan. Xo'p, biz bunga qilib bergan ishlarimizdan zavodskoy holatda kelganida, bilasizlar, zavodskoy holatda faqat bortini o'zida bo'ladi. Xo'p, balandliklaridan avvalo boshlaydigan bo'lsak, pol qismidan tom qismigacha standartlarga muvofiq 1.90 razmerda qilib berganmiz. Orqa tombalari ikki yonga ochiladigan darvozali qilingan akalar. Tabiiyki, baland bo'lgani hisobiga darvozani o'ziga yarasha vesi bo'ladi. Shuning uchun osilib qolmasligini oldini olish maqsadida 3 talik oshiq-moshiqlarni qo'yib berganmiz va chetlarida atirjatir nakleykalargacha qilib berilgan. Tentlarimiz har doimgidek koreyskiy 650 grammlik bo'ladi. Hech qaytida g'ijim joylari yo'q. Misoli baraban qilingan. Kalsiolari zavodskoy holatda. Eshikni ochib yurishga to'g'ri keladigan vaziyat bo'lib qolsa, yonlarida e'tibor qiling. Fiksatorlarni qo'yib qo'yganmiz. Tushunmaganlar uchun aytib o'taman. Bo'lishi mumkin. Birinchi marta yuk mashinasiga ish tushgan akalarimiz uchun eslatib, ya'ni aytib ta'kidlab o'tamiz. Uzun yuk ortadigan bo'lsangiz, ushbu fiksatorga ilib qo'yadigan bo'lsangiz, darvoza ochilib yopilib ketmaydi. Bemalol yuklagan yukingizni o'z manziliga yetkazib olsangiz bo'ladi. Bu yoqdan ko'rinishlari hech qayerda g'ijim joylari yo'q. Oshiq-moshiqlar keladigan bo'lsa, ya'ni furniturasi, rasiskisi eng zo'r shu bo'ladi. Guvoh bo'lib turganingdek, o'zida kaltlari ham bo'ladi. Zamovga suv kirmasligi uchun mana zashtniklari ham bor ekan. Ichki tomonni ochib ko'rsating aka degan akamiz uchun. Ichini ochganingizda boshqacha atmosfera. Faneramizni qalinligi, oldi ikki yoni 6 mmlik pressovniy faner bo'ladi. Patologiya va eshigini ichkari qismi 4 mmlik bo'ladi akalar. Yon tomoniga e'tibor qiling. Ikkita bolt nimaga turibdi degan akamiz uchun zapaskasini qo'yib olsanglar bo'ladi akalar. Taydan olishlik qiyin holatda bo'ladi. Shuning uchun yon tomoniga olib berganmiz. Germetikalar nima deyapti aka? Germetikalarni bir tekisda qilib planlik tortib berilgan. Samarezlari ham hattoki hammasi o'z o'rnida akalar. Poliga akamiz o'zlarini shu rezina lentalari bor ekan, shuni savolar keldi. Yopilishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Yopilishlari juda ham plavniy. Bosasizlar ilib oladi. Qiplashga to'g'ri keladigan bo'lsa, qiplasanglar yonida kaltlari bor akalar. Qilishlari ham juda ham cho'tki bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, xudo xolasa, mana oldi tomonidan ko'rsatib o'taman. Oldidan ko'rinishlari hech qayerda g'ijim joylari yo'q. Akalar, kimga shunaqa tent xizmatlari, furgon xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomer qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri joylashgan. Bemalol aloqaga chiqinglar. Ishinglarni tez va sifatli, eng muhimi ko'ngilingizdan joy oladigan qilib bitirib beramiz. Ushbu obzorni ustaxona qidirib yurgan yaqin do'st birodaringiz bo'lsa, jo'natib qo'ysangiz manfaatli bo'ladigan umiddaman. Kuninglar xayrli o'tsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.